Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Endi bu şu qarindoshlikninki bara bu vala bara qanday bilan qarindoshlik bo'lish, qanday yerning qarindoshlikdan yiroq do'stlik talab qilsa buning do'stligini qabul qilmasligimiz kerak. Bu haqda yana bir tushunasizlar. Şu qarindoshlikda, aniqdagi qarindoshlikning prinsiplari asosi bu tavalla, tabarra degan ikki hukmga bo'linadi endi. Bu arabchada tavalla, tabarra degani Allah'ın dostu bilen dost buluş. Yani Allah yaxshi ko'radigan, Allah'ını mı yaxshi ko'radigan mu'minlar bilen dost buluş ve Allah'ın düşmanları bilen çıkarıga buluş, ular bilen haqiqiy dost bo'lmaslik. Yani bu prinsipni xususan biz Uyg'ur cemaati nəhayət yaxshi tushunishimiz lazım. Nimishqa biz davomli shundaq biz bilan dindosh bo'lmagan, biz bilan qon qarindosh bo'lmagan, balki bizga zulm qilayotgan, bizga bütün kuchi bilan o'zining yomonlik g'arazini, yomon niyatini chechayotgan, bizni balki bir maydonda yashash, bizning yashash haqqimizni e'tirof qilmayotgan bir dushman bilan yashashga majbur. Bunday bir yomon vaziyatda biz musulmonlar shu Allah'ın dostunu dost tutuş ve düşmaniga düşmancha muomala qilish prinsipini bilishimiz lazım. Bunun da nəhayət ko'p bir doirasi ko'p masala bu. Ham bak sezgir, hassas masala. Yani bizning başta degandek bütün müminler Allah'ın müminleri bizning qarindoshlarimiz, bütün müminler bizning qarindoshlarimiz dedik. Unda olgandan keyin musulmonlarimiz bir qarindosh, bir-biriga yani bütün imkoniyati bilan birlashishga, ittifoqlashishga, qarindoshlikni kuchaytirishga tirishish lozim. Xuddi mu'minga xuddi bir binoga o'xshash. Binoni hammasini bir-birisi chingitadi deydi o. Şu mazmunan. Shunga o'xshagan mu'minlarning o'tirdiq qarindoshlikni aytib puxta bo'lish lozim. Ammo dushmanlarga qarata bizga zulm qilgan, bizga yomonlikni iroda qilgan insonlarga qarata biz ular bilan chek-chekerimizni ayrım tutuşumuz lazım. Ular qarta muamelini şu düşmanga qilgan muamele qilishimiz lazım. Yani onun ma'nosi yolda uçursan uçurayda tükürüp tillab mangan emas. Biz normal ijtimoiy munosabatda ular qarta muamelini chek-chekerini o'tirib qo'yish lazım. Hech qachon bir düşmanni, bir kafirni bir musulmon bilan bir o'rinda qo'yish bo'lmaydi. Ammo ma'alasaf yomon yerleri bizning Uyg'ur jamoatida o'zining mayli iqtisodiy manfaati olsun, ijtimoiy o'rni olsun, ya mansab olsun, bir türlü nurg'un masalalarda o o'zining musulmon qarindoshlarini bir yerga qo'yib, shunday zolimlarning, dinsizlarning, kafirlarning, o boshqalarning orqasidan yuguradigan, ularga xushomat qiladigan, ularga hadis o'qitlarni bilib turadigan ishlar bu nayt bek ig'ir. Bu hamda mushu islomning qarindoshlikning mushundaq tavalla, tabarra Allah'ın diniga do'stligiga do'st bo'lish, düşmaniga dushman bo'lish prinsipiga tamamen zid ishlar. Mushu ishlarni haqiqiy musulmonlar buni albatta farq etishi, his qilishi lozim. Agar bunday qarindoshlikda do'st dushmanni, musulmon kafirni farq etmaydigan insonning topgan pulisi haram, ularning muomala qilishmi haram, unda insanlarni insan qatorida ko'rishmi haram. Nimishqa sen o'zingning diniy qarindoshingning badaliga, uning manfaatining ustiga sen zolim bilan, kafir bilan, dinsiz bilan apoq-chapoq bo'lishing, uning bilan og'iz burun yalishishing o'zi sening insoniyatning ne kadar tuvanligi, tushkunligi, pastligini bildiradi. Shuning uchun bu islomda bu bak xatarlik masala. Bu İslam'da emas, bu insaniyet dünyasıdır. Bu dünya, biz zaten bizden menfaatimiz nerede? Bizden zihnimiz nerede? Ma'menin dostlarım qayerda, düşmanlarım qayerda ve qaysi meydan turish lazım. Bunu his qilmasak bizde bir insanlık, musulmonlik, bir millet buluş salohiyatimiz yo'q endi.
Şunun için bu xatarlik meseleler. Bunun qarta yaxshi insanlarning tushunchasi aydın buluş gerek.